Viloyat matbuot uyida Samarqand suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mutasaddilari ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda dastlab jamiyat direktori Tolib Boboyev o'tgan 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar hamda kelgusi rejalar haqida ommaviy axborot vositalari vakillariga ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, jamiyat tomonidan aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida belgilangan chora-tadbirlar doirasida qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Birgina o'tgan 2025-yilda viloyatda mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 8 ta yangi suv inshooti qurilib, 4 ta mavjud inshoot rekonstruksiya qilingan. Shuningdek, 51,6 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortilishi natijasida 5593 nafar aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlandi. 2025-yil 1-yanvar holatiga Samarqand suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining jami iste'molchilari soni 355,329 nafarni tashkil etgan bo'lsa, yil davomida qo'shimcha 20,701 ta iste'molchi qamrab olindi. Natijada umumiy iste'molchilar soni 376,030 nafarga yetib, 5,8% ga oshishiga erishildi. Shuningdek, suv hisoblagich uskunalar bilan ta'minlash borasida ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. 2025-yil 1-yanvar holatiga aholi iste'molchilarining 78%, ya'ni 347,569 nafardan 273,178 tasi hisoblagich uskunalari bilan ta'minlangan bo'lsa, joriy yilning 1-dekabr holatiga kelib bu ko'rsatkich 84% ga yetgan, ya'ni 367,079 nafar aholi iste'molchilaridan 294,613 tasiga suv o'lchagich asboblari o'rnatildi. Viloyat bo'yicha jami 7,951 ta yuridik iste'molchining 100% suv hisoblagich uskunalari bilan to'liq ta'minlangan. Samarqand shahrida to'liq aholi vaqtinchalik ichimlik suvi bilan ta'minlanadigan aholi hududlari, massivlari bor edi. 2025-yilda Sug'diyona maskani mikrorayon hududlari 2025-yilning mart oyida to'liq 24 soatlik ichimlik suv ta'minoti o'tkazildi. Ya'ni 50 mingga yaqin aholi to'liq ichimlik suv ta'minoti uzluksiz ta'minotga o'tkazildi. Albatta, Samarqand shahrida ichimlik suv ta'minoti bilan vaqtinchalik ta'minlanadigan hududlarimiz bor edi. Masalan, xalq tilida Gelon hududi, u yerda Tong mahallasi, Moturut mahallasi hududlari. Bu hududda ham ertalab soat 6 dan kechki soat 23:00 ga qadar ichimlik suv yetkazib beriladi va kechki vaqtlar uzib qo'yiladi. O'sha suv inshootlari, bog' baland suv inshootidan ta'minlanadi bu hududlar. Suv inshootini nasos jihozlari yangilandi, aqlli nasoslar o'rnatildi va 2025-yil dekabr oyida ushbu hududlar ham 24 soatga o'tkazildi. Shu bilan birga Vatanparvar mahallasi hamda super qo'rg'onlari ham ertalab 6 dan kechki soat 23:00 ga qadar berilardi. Bugungi kunda ushbu hududlar ham to'liq 24 soat ta'minotga o'tkazildi. Bundan tashqari 2025-yilning yanvar-noyabr oylarida ichimlik suvini tashib ichuvchi 6009 ta iste'molchining xonadonlarigacha ichimlik suvi tarmoqlari tortilgan. Matbuot anjumani so'ngida jurnalistlar tomonidan berilgan savollarga jamiyat mutaxassislari atroflicha javob berishdi.